Bunday qilasizlar. Deb, bunday basharamga chaqib tupurib ketishingiz mumkin. Semichkani zo'rini ko'rsataymi? Manimcha hozir o'ylashingiz mumkin, semichkani ham reklama qilaman. Yo'q, men reklama qilmoqchi emasman. O'zimga ravo ko'rganini sizlarga men aytinaman. Bu semichkani men to'g'risi hayotimda bunaqa semichka chaqib ko'rmaganman. Bir ikki xonim ishlab chiqarish boshlabdi. Mana shu semichkani aka oling, yoqmasa plyus qaytarib beraman dedi. Haqiqatan ham zo'r ekan, ishonasizmi? Qoplab olib qo'ydim, qoplab. Kelsangiz bizda bor, gramlab ham tortib beramiz. Mana shunaqa pachkali semichkalarni 10 ming, 12 ming sotib olasiz. Grami 100 gram bo'ladi, to'g'rimi? Bizdan esa 100 grammini atigi 6,5 ming so'mga olishingiz mumkin. Agar xonadoningiz uchun bundan ham ko'proq olaman deydigan bo'lsangiz, mana shunaqa pachkani 150 ming so'mga xarid qilasiz. Ana o'shanda 50 ming so'mdan tushadi kilosi. Bu hozir gramiga, shu kilosiga 65 ming so'm. Agar bundan ham ko'proq olaman deydigan bo'lsangiz, narxini bundan ham arzon qilib beraman. Bir qop, ikki qop emas. 50, 60, 100 qop oladigan bo'lsangiz, mana shuni narxini 150 ming emas, undan ham arzonroq qilib beraman. Agar xonadoningiz uchun bir qop mana shunday olamasangiz, bu 3 kilo bo'ladi. Kilosi 50 mingdan bo'ladi. Shunda siz mana shu pachkani siz 10 mingdan emas, 5 mingdan xarid qilgan bo'ladi. Keling, chaqib ko'ring. Semichka agar yoqmasa borib, bunday qilasizlar. Deb, bunday basharamga chaqib tupurib ketishingiz mumkin. Plyus qaytarib beraman. Lekin semichkaga vashi bomba. Kelasiz, mazasini tatib ko'rasiz. Xohlasangiz tuzligisi ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin mana. Tuzligisi ham, mazasi juda ham zo'r. Ming marta ko'rgandan ko'ra, kelib bitta chaqib keting, mazasi bomba. Men sizni albatta kutaman va mana shu videoga like bosib, semichka xo'rlarga yuborib qo'ying shu videoni.